Davom ettiradigan bo'lsak 61-misoldan 66-misolda aytyaptiki, chizmada y teng ax kvadrat plus bx plus c funksiya grafik tasvirlangan. Grafikdan foydalanib bizda a, b, c, x0, y0 va diskriminantlarning ishoralarini aniqlang debdi. Bizda x0 va y0 parabolaning uchi koordinatalari deb belgilab turibdi. Endi bizda bu funksiya bo'yicha qaraydigan bo'lsak, grafikimiz parabolaning uchlari tepaga qaraganligi uchun a ning qiymati birinchi o'rinda 0 dan katta. Ikkinchi holatga qaraymiz. B ga qarab turamiz. B hozircha turib tursin. C ga qaraymiz. C ning qiymati mana shu nuqtada o'tganligi uchun buning qiymati C 0 dan kichkina. Chunki mana bu o'qdan pastga o'tganligi uchun C ning qiymati 0 dan kichkina. X0 ning qiymati mana joyda joylashgan bo'lsa, X0 ning qiymati, ya'ni X o'qining chap tomonida joylashganligi uchun buning qiymati 0 dan kichkina, X kichkina 0 dan, X0 ning qiymati 0 dan kichkina va Y0 ning qiymati ham pastda joylashganligi uchun buning qiymati ham 0 dan kichkina holat bo'yicha ishtirkamiz. Endi bizda x o'qini kesib o'tadigan nuqtalar ikkita bo'lganligi uchun diskriminantimiz ham 0 dan katta holatni ko'rib chiqamiz. Bitta holat qoldi. B nimaga bog'liq? B ning qiymati bizda x0 ga bog'liq. x0 ning qiymati formulaga qo'yadigan bo'lsak minus b taqsim 2a degan formula orqali bizdagi x0 ning qiymati 0 dan kichkina holat bo'yicha ishlaymiz. Demak, bizda a ning qiymati 0 dan katta bo'lsa, manfiy ishora bo'lsa, qachon bu 0 dan kichkina bo'ladi? B ning qiymati 0 dan katta bo'lsagina o'rinli bo'lar ekan. Demak, yechimimiz mana shu holatda bo'lar ekan. Bu yerdan 66-misoldan ko'rib chiqamiz. Ya'ni 66-misolda nima deyapti ekan? Xo'sh, bu yerda ham a, b, c diskriminant x0 va y0 holatdan ko'rib chiqamiz. Parabola shoxlar pastga qaraganligi uchun a ning qiymati 0 dan kichkina. Demak, bizdagi x0 nimizning qiymati, x0 ning qiymatini joylashtiramiz. x0 o'ng tomonda joylashganligi uchun 0 dan katta va y0 ham tepada joylashganligi uchun bu ham 0 dan katta holatni ko'rib chiqamiz. C ning qiymati mana nuqtada bo'lganligi uchun C ning qiymati 0 dan kichkina. Diskriminantimiz ikkita ildiz bo'lganligi uchun ikkita ildizi 0 dan katta bo'ladi. Demak, x0 ning qiymatini ko'rib chiqadigan bo'lsa, x0 0 dan katta, ya'ni minus b taqsim 2a ning holati 0 dan katta ekan. 0 dan katta ekan. Bizda a ning qiymatiga bog'liq bo'lsa, a ning qiymati 0 dan kichkina, manfiyga manfiyni ta'sir qilsak musbat bo'lib ketadi. B qachon 0 dan katta bo'ladi? Bu qachonki 0 dan katta bo'lsagina 0 dan katta bo'lar ekan. B ning qiymati demak 0 dan katta. Demak, bu holatni ko'rib chiqdik. Endi 67-misolga qaraydigan bo'lsak, 67-misolda xuddi shu shartlar berilgan. Bunga qarab grafik chizishimiz kerak. Bu grafik qaysi choraklardan o'tadi? Xo'sh, bizda a 0 dan katta parabola shoxlari tepaga qaragan bildik. x0 ning qiymati 0 dan kichkina ekan. Demak, x0 ni joylashtiramiz. 0 dan kichkina bo'lganligi uchun chap tomonda joylashtiramiz va y0 ham 0 dan kichkina bo'lgani uchun chap tomonda pastki qismatda joylashtiramiz. Mana yerimiz x0, mana yerimiz esa y0 ga teng. Endi parabola shoxlari a 0 dan katta bo'lganligi uchun tepaga qarayapti va tepaga qaraganligida bunda diskriminantimiz va x0 y0larimiz uchini koordinatalari. Diskriminant haqida berilmayapti. Biz grafik chizing deyapti. Grafikimiz mana shu tarzda o'tib ketar ekan. Xo'sh, bulardan 65-misolni ko'rdik. 67-misol. Ikkita biti borligi uchun buni keyingi bitiga o'tib ketamiz. 70-misolga qaraymiz. 70-misolda nimalar berilgan ekan? Bizda 70-misolda qiymatimiz a 0 dan katta, b 0 dan kichkina, c 0 dan kichkina. Demak, diskriminant 0 dan katta. Diskriminant 0 dan katta holatda ikkita ildizi borligini bilamiz va a 0 dan katta holatda aynan bizning qiymat parabola shoxlari tepaga qaragan bo'lyapmiz. Demak, parabola shoxlari tepaga qaraganini ko'rsak, x0 ni bilishimiz mumkin. x0 ning qiymati minus b taqsim 2a. Demak, b ning qiymati 0 dan kichkina bo'lsa, minusga minus ta'sir etsa plyus ketyapti. A ning qiymati 0 dan katta bo'lsa, x0 ning qiymati demak 0 dan katta ekan. x0 ning qiymati 0 dan katta bo'lganda, x0 mana bu nuqtada joylashganligini bila olishimiz mumkin. x0 bu nuqtada joylashgan bo'lsa, diskriminant ikkita ildizga ega bo'ladigan bo'lsa, bizda parabola shoxlar tepaga qaragan bo'lsa, y0imiz o'z-o'zidan kelib chiqyapti pastda joylashganligi. Demak, ikkita ildizga ega bo'lyapti mana holatda. Mana yerda bitta ildiz, bu yerda bitta ildiz. Xo'sh, hammasini ko'rib chiqdik. Agar C 0 dan kichkina holatini inobatga olsak, C mana nuqtada joylashgan bo'lib qolar ekan. Mana endi 71-dan 75-misolgacha berilgan funksiyada, ya'ni kvadrat funksiyaning o'sish va kamayish oralig'lari. O'sish va kamayish oralig'i degan tushuncha nima degani? Aslida o'sish va kamayish oralig'i berilgan funksiyaning mana bu holatda yoki bu holatda bo'ladigan bo'lsa, bizda birinchi holat bo'yicha ko'raylik.
funksiyamiz minus cheksizlikdan qarab mana shu nuqtagacha, ya'ni x0 nuqtasigacha funksiya o'sib boryapti mana shunaqasiga. O'sha x0 nuqtadan boshlab plus cheksizlikgacha esa kamayib boryapti. Bizda bu grafikimizni chizishimiz kerak ekan yoki bo'lmasa mana shu yerdagi x0 topib qo'ysak bo'ldi ekan. Demak, bu yerdan x0 topadigan bo'lsak, x0 ning qiymati yo'qligi uchun x0 0 ga teng. Minus cheksizlikdan 0 gacha 0 ichmay kiradi, x tegishli. Bu holatda parabola shoxlar tepaga qaraganligi uchun, katta 0 dan bo'lganligi uchun minus cheksizlikdan 0 gacha funksiya o'suvchi emas, kamayuvchi bo'lar ekan. Ya'ni buni grafikini chizadigan bo'lsak, mana bu holatda bu qoladi. Demak, minus cheksizlikdan 0 gacha nima bo'lar ekan funksiya? Kamayuvchi ekan. Kamayadi. Xo'p, ikkinchi holatga qaraymiz. Buni kamayish oraliqini ko'ramiz endi. Chunki o'sish oralig'i va kamayish oraliqi so'ralyapti. Biz kamayish oraligini ko'rdik. O'sish oraligini ko'radigan bo'lsak, x tegishli 0 dan boshlab cheksizlikgacha funksiyamiz o'sadi.